boshlang. Ko'ramiz ovozini, motor ovozini. Bu nima do'stlar? Topinglar. Sekundini ko'rasiz. Chiqdi yuzga. Yuzga chiqdi. 2 sekund. 300 ko'rdagi bilmadi. Vanus datchiklar bor bag'da. Arqa tomonlarda. Endi adda shu yurida Matiz'da legenda deb yuradigan akalar bor. Spark'ga qiziqqan bo'lsa, agar Spark'ga masalan dom do'ziga mana shu motorlar qo'yib yuborsa. Tepada qolib ketdi. 1-2 litrli motor. Bu oddiy taksi Matiz deb o'ylaganlarga mana. Nima bu, ha? Nima bu? Nima deysizlar endi? Hozir akalar mana dalani yo'lida sinab ko'ramiz 100 ga necha sekund ekan. Sanab turasizlar. Endi meni allaqanday montaj bunaqalarim yo'q. Yaqinroq qolib kelasiz. Ha, yaqinroq qolib uraman. Nima keyin tezlatilgan yo'q. Bu haqqoniy. Mana aytgan o'rtada yuraverasiz. Boshlang. Video tezlatilgan yo'q. Haqqoniy. Sekundini ko'rasiz. Chiqdi yuzga. Yuzga chiqdi. 2 sekund. 300 ko'rdagi bilmadi. Bo'ladi. Ha, oddiy dalani yo'li, aholi yashash joyi emas. Qaytaveramiz. Assalomu alaykum ahli gruppa, qadrdon do'stlar. Xullas, Matiz proyektimiz bitdi, tayyor bo'ldi. Xullas, ozgina ishlari bor, buferlarni yig'ish kerak. Ichida torpedalari bor, juda ishlari qoldi. Xullas, motori yurdi, Matizimiz yurdi. Ozgina cho'zilib ketib qoldi. Endi ustamizdan hozir bitta ma'lumot olamiz. Qiziqqanlar bo'lsa. Xo'p, usta birinchi o'rinda bu qanaqa motor? Assalomu alaykum akalar. Xo'p, bu motorimiz Spark motor bo'ladi. Koreyskiy variantda. Bu O'zbekistonliklarcha farq qiladi. Bu koreyskiy yangi viskadan. U rasmlari hozir Vanusli chiqyapti bular. Bu shu Vanusli yangi viskasidan. Bu Vanus hozir O'zbekiston kovodlarida endi chiqib turgan bo'lsa, bu o'shaqa motorli. Mashina motor xullas. Mana hop, mana bu yerda Vanus datchiklar bor bag'da. Arqa tomonlarda bunaqa narsa ular yangi viskada bor. Babinasi hammasi отдельный bo'ladi. Eski viskada Nexia forum bo'ladi. Hammasi bitta bo'ladi. Buniki o'sha отдельный-dan. Просто mana bu narsa birlikka o'xshab turadi xolos. Qolgan sohasi hammasi yangi viska. Bu zasmogalari ham elektronika. Mana motorimiz holati. Usta, mashinamizni yurgizib bitta motorini ishlash holatlarini bitta ko'rsatasizmi? Bo'lmabdi, ko'rsatamiz. Yaxshilab videoga olib. Bog'olasa ishlashlari qiliq. Titrash, detonatsiya, silkinishi yo'q umuman. Taqqo'tib olib qolamiz. Bog'olasa yaxshi. Ha, yana bitta savol. Vanus o'zi nimaligiga ozgina bir tushuncha berib ketsangiz, ko'pchilik bilmasligi mumkin. Vanus o'zi nima? Xo'p, men Vanus to'g'risi galopkani rasmlarini regrafika qiladi o'zi kompyuter. Razgum olganda kuchli chiqadi, keyin benzin rasmlar ham ekonom bo'ladi. Hop, buni salonini ham bitta ko'rsataman sizlarga. Hozir Sparkda Matiz o'zini tablosi. Yurgizib ko'ramiz ovozini, motor ovozini. Bu nima do'stlar? Topinglarchi? Kommentariyaga, sizlarga savol. Mana shu narsani moslab qo'yishdi, juda chiroyli qildi. Juda foydali narsa lekin. Xo'p. Buni ovozini qarang, buni ovozini. Jonivor.
qancha kutdik ya buni. Ovozini qarang-a. O'zi kompyuter tomonidan boshqaradi va rasibalarini. Xo'p, Vanus sabab bo'lgan edi bu motorni tanlashingizga. Ha, u yangi Vipsga uji hamma elektronika shuni hisobiga mana shu motor tanlab qo'yganmiz. Endi misol uchun O'zbekiston Sparklarini motorda ham to'g'ri kelaveradi. Sig'adi bunga. Matizga. Hajmi bir xil, prosta bu elektr sohasi boshqa tuzilishlari. Deyarli bir xil. Ko'pchilik uni oldingi Matiz motorga, Spark motorga o'xshatadi, o'sha undan emas. Undan emas. Spark o'sha 1.2 ga o'xshaydi, lekin tagi boshqa. Bitta keyin videosini qilsangiz, bunday olsangiz bo'ladi. Boshqa. Faqat Sparklar shu 1.2 ga o'xshaydi. Hozir yaqindan ko'rsataman. Ko'rdim. Sekin kamerani uzmasdan olib chiqing usta. Ya'ni ko'pchilik ishonmasligi mumkin, buni 1 motor deyshadi. Mana 1.2 yozib turibdi. Tepada qolib ketdi. Ha. 1.2 litrli motor. 1.2 litrli motor ishda. Hoppa, shoralarni olib ketibdi. Mana o'sha motor. Kameramiz chaqirib. Xo'p, yana bitta savol. Ozgina proyektimiz cho'zilib qoldi. Sababini endi o'zingiz usta tushuntirsangiz. Bizni kuzatuvchilar ko'pda endi. YouTube'da bor, Instagram, Telegram gruppalarimizda bor. Bu motorimiz, mashinamiz proyektimiz haqiqatan ancha cho'zilib ketdi. Sabab mana shu motorni tanlaganimiz uchun. Agar oddiy 1 O'zbekiston motor tanlaganimizda, 1.2lik. Ha, 1.2 O'zbekiston motor tanlaganimizda bir oy qolmay yurib ketardi. Bu prosta elektr sohasi vaqtimizni olib qoldi. Hop, kompyuter ham shu koreyskilik uchun bunda kompyuterda IMO degan narsalari bor. O'zini kali chiplari bo'lmasa, mashina zavat bo'lmasdi. O'shalarni o'chirgani 1 oy 2 vaqtimiz ketdi. Shu elektr sohasiga ushlanib qoldik. Shu sababli endi birinchi marta qo'yilgani uchun sabab ham programmalarga ancha qiynalishdi, o'sha imolarni yechgani. Bo'lsa keyingi proyektlar bunaqa cho'zilmaydi. Misol uchun hozir sizga bu bas O'zbekistonda Spark motori bo'lsa, osonroq, tezroq bitadi. Shunaqa tezroq. Ham bunga nisbatan arzon bo'ladi, to'g'rimi? Ha, bundan arzon ham tez bo'ladi. Bunaqa kompyuter chipli ortiqcha muammo bo'lmaydi. Masalan, sizni bu motorga qiziqqaningiz sababi nima aslida? Masalan, oddiy qilib osongina O'zbekistonda Spark motorini qo'yish oson bo'lsa, nimaga o'shani qo'yib qo'ymadingiz? Bu motorimiz afzallik tomoni o'sha bu O'zbekiston 1.2dan ko'ra bu kuchliroq bo'ladi. Ishlash prinsipi kuchliroq. O'sha misol uchun Vanus endi mana O'zbekiston Cobalt chiqyapti o'sha. Yangi chiqadi. Yangiliklarda eshitdik, o'sha Cobalt endi shu Vanuslarga chiqyapti. Bu xuddi shunaqa tayyor Vanusli motor. Yani 1.larda shu narsa yo'q. Cobaltni ham 2025-yildan boshlab chiqyapti. 2025-yildan shu narsa qo'yib chiqaryapti. Bunda shu narsalari bor. Ha, bu tayyor. Bu o'sha yangi pishga motor. Shu sababli mana shu motor tanlaganmiz. Shunga bosdik. Mana xudo xolasa qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdik. Bu mashina hozir yurishini ham bir eshitasizlar. Xo'p, 0 dan 100 gacha necha sekundda chiqishini ham ko'rasizlar, bir his qilasizlar. Xullas, Sparklarga qo'ydik, Sparklar yetolmadi mashinaga. Sababi motor hajmi katta, 200 yengillik hisobliga Sparklardan ancha tezkorroq, chaqqonroq motor. Xo'p, yana bitta narsa yangi mashina olsangiz, yangi mashina olsalaring, o'sha mashinani nomga o'tkazish bilan bitta nomer qadash o'zi 13 millionga boryapti ekan. 13 millionga borib qo'yapti ekan. Endi Matiz borlar, endi adda shu yurida Matiz legenda deb yuradigan akalar bor. Sparkga qiziqqan bo'lsa, agar Sparkga masalan chip pul yetmayotgan bo'lsa, mana shu o'tkazadigan nomni o'ziga mana shu motorlar qo'yib yuborsa bo'lar ekan. Masalan 13 millionga mana shu proyektga chiqsa bo'ladi. Masalan, bitta mashinani olib nomga o'tkazish, shu nomer qadash shuncha pul bo'lyapti. O'sha pulga masalan shu motorni yoki O'zbekistonda Spark motorini bir keladi, avtomatni mexanikani qilib qo'yib bersa bo'lar ekan. Xullas, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa yoki yangi proyekt qidirayotganlar bo'lsa, mana shu ustamiz bor, xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beradi. Yangiliklar, xudo xolasa yana yangiliklar kutib turinglar, yangiliklar bo'ladi, xudo xolasa. Hammalaringga rahmat. Bu motorda asosiy tomonlari qanaqa? Shulardan bir bu video hozir buni juda ko'p matchchilar biladi, Mix degan. Bu motorda eng plus tomoni hozir bu mashinada yo'qoldi. Svetoforlar borganda o'chib qolish, tixot aborot ko'tarilib ketish, tushib ketish degan narsa yo'q bo'ladi endi bunda, Matizda. Bundan bag'ga. O'z Mix akalar, Matiz akalar biladi, svetoforga borsa tixot ko'tarilib ketadi, tushib ketadi.
ana shunaqa kasalliklar bor. Bu motorda endi bu narsani unutadi.